boshqaruv shakliga ko'ra aytganimizdek monarxiya hamda respublikaga bo'linar ekan. Monarx degani yunonchadan olingan bo'lib, yakka hukmdor degan ma'noni bildiradi. Monarx so'zi qaysi tildan olingan ekan? Yunonchadan olingan bo'lib, grek tilidan olingan bo'lib, yakka hukmdor, ya'ni toji bor. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan merosxo'r tomonidan boshqariladigan davlat bu monarxiya davlati deb atalar ekan. Masalan, Saudiya Arabistoni kimlarga tegishli Arabiston? Saudlarga tegishli Arabiston. Saudlar kimlar ular? Hukmdorlar. Ya'ni sizni familiyangiz nima? Davlatboyevlarga tegishli Arabiston demayapti-yu, to'g'rimi? Davlatboyevlar Arabistoni demayapti-yu, to'g'rimi? Saudiya Arabistoni, Saudlar oilasi bor shunaqa. Xuddi sizni familiyangiz qanaqa bo'lsa, bu ham familiyada o'zi. Saudlarga tegishli Arabiston, demak Arabiston yarim orolidagi o'zi Saudiya Arabistoni Saudlar oilasiga tegishli ekan. Demak, ular qirol sifatida nechidir 100 yillardan beri nima qilinyapti? Davlatni boshqarib kelyapti. Tushunyapsizlar-a? Demak, shu uchun ham monarxiya davlati, ya'ni oliy hokimiyat yakka davlat boshlarining qo'lida to'plangan, bu hokimiyat avloddan avlodga meros qilib beriladigan davlat boshqaruv shakli qanaqa bo'lar ekan? Monarxiya bo'lar ekan. Masalan, O'zbekiston Respublikasini merosxo'rlar boshqaradimi? Shunda hozir masalan tasavvur qiling, prezident ertaga kulmang-da endi. Men gapirayotgan paytim kulmang. Yo, boshqa misol qilib, O'zbekistonni misol qilib ketaverib, O'zbekistonda tasavvur qiling, prezident bo'ldi, anaqa lavozimidan ketdi. Uni o'rniga nima endi? U merosxo'r sifatida uni qizi yoki nevarasi boshqaradimi? Yo'q, xalq kimni saylasa, o'sha boshqaradi. Tushundingizmi? Xo'p, yaxshi, xuddi shunaqa boshqa davlat. Amerika Qo'shma Shtatlarida Donald Tramp o'lib qoldi deylik ertaga. Ertaga 5 ta o'lib qoldi deylik, tasavvur qiling. Shunda Donald Trampning qizi Ivanka Tramp boshqaradimi shunda davlatni? Yo'q, o'zining sistemasiga ko'ra o'sha 3 oy davomida saylov o'tkaziladi. 3 oygacha o'sha senat raisi ularda ham xuddi shunaqa davlatni nima qilib turadi? Boshqarib turar ekan. Ya'ni yo'q, ularda monarxiya emas-da, chunki lekin mana Saud Abdulaziz bin Saudmi? Hozir Saudiyani qiroli Abdulaziz bin Saud o'lgandan keyin xalq saylaydimi? Yo'q, uni o'g'li valiahd shahzoda nima qilib ketadi? Taxtga o'tirib davom ettirib ketaveradi. Tushunyapsizmi? Mana shunda-da farqi. Farqi mana shunda. Xo'p, monarx davlatni yakka o'zi boshqaradi. Ya'ni yakka o'zi boshqaradi. To'g'ri, endi yordamchilari bo'ladi, vazirlari bo'ladi, lekin asosan anaqa gapni va aytdik-ku, qonun ustuvormi yoki shaxsni gapimi deganda eslaydami? Ularda ham qonun bor, lekin monarxni aytgan gapi undan ustun turadi. Chunki qonunlar uni ixtiyori bilan nima qilinadi? Tuziladi-da. Xo'p, o'zi boshqaruvning natijasida yuridik jihatdan javobgar bo'lmaydi. Ya'ni deylik, masalan, monarx xato qilib bitta qaror qabul qilib qo'ydi. Deylik, masalan, hozir mana urush ketyapti, Eron bilan AQSh o'rtasida urush ketyapti. Saudiya Arabistoni qiroli biz ham shu urushga qo'shilamiz deb Eronga qarshi urushga qo'shilsa-da yutqizib qo'ysa, javobgar bo'lmaydi. Endi unga tegishli bo'lgan davlatda, uni ota-bobosiga tegishli bo'lgan davlatda, tushunyapsizmi? Necha ming yillardan beri uni davlatni ota-bobosiga, o'sha ajdodlarga tegishli bo'lgan davlat. Masalan, siz tasavvur qiling, ana tasavvur qilinglar, uyingiz bor, mashinangiz bor. Mashinangizni ko'chaga olib chiqdingizda, to'xtadingiz, mana pulli yo'l ochilibdi dedingiz, yaqin ochilyapti, kechamiz, to'g'rimi? Mashinangizni 170 haydadingizda, rul boshqaruv yo'qotdingizda, 90 tezlikka bitta nimaga, daraxtga urildingizda, mashinangiz yo'q ketdi, o'ziga hech narsa qilmadi. Alloh saqladi. Lekin mashinangizni dabdalasi bo'lib chiqdi. Endi siz nima, davlatda oldida shu mashinangizni urib pachaqlaganingiz uchun javob berasizmi? Yo'q, u sizga tegishli narsa, to'g'rimi? Bu siz yuridik jihatdan javobgar emassiz. Bu hech kimga zarari tegmadi, hech kimga anaqa qilmadingiz. Faqatgina yo'ldan chiqib o'sha mashinani bor beton to'siqqa urdingiz. Bu beton to'siq ham shikastlanmadi. Chetdagi beton to'siq edi u. Bo'ldi, hech qanaqa javobgar emassiz. Yoki uyingiz, tasavvur qiling, uyingizni buzib tashlasangiz, o'zingiz xohlab zarar yetkazsangiz, o'zingiz javobgar bo'lasizmi? Yo'q, u sizning mulkingiz, xohlasangiz buzib tashlaysiz, xohlasangiz tuzasiz. Xuddi shunaqa. Ya'ni u boshqaruvning natijasi uchun yuridik jihatdan nima bo'lmas ekan? Javobgar bo'lmas ekan. O'zini oldida vijdoni qiynalishi mumkin, lekin yuridik jihatdan javobgar emas-da. Uning hokimiyati muqaddas va ilohiy deb e'lon qilinadi. Ya'ni muqaddas, ilohiyda. Ya'ni masalan Yaponiyada imperatorga, hozir ham imperator bilasizlar, Yaponiyada imperator davlat tepasida turadi. Shu quyosh ma'budi unga kelib sovg'a qilib ketgan degan falsafani ular ishonadi, mana shu falsafaga. Tushunyapsizlarmi? Mana shu falsafaga ishonadi.
yoki boshqa davlatni misol keltirish ham mumkin. O'sha mana shu ishonch borda ularda, ilohiy muqaddasligiga ishonch bor. Shuning uchun ham ular davlatini, hokimiyatni ilohiy muqaddas e'lon qiladi. O'z faoliyatida mustaqil monarxiyaning asosiy belgilari mana shularda namoyon bo'lar ekan. Ya'ni o'z faoliyatida nima hisoblanar ekan u? Mustaqil. Prezident bizda mustaqil emasda. Oliy Majlis tiyib turadi uni, Konstitutsiyaviy sud tiyib turadi, to'g'rimi? Konstitutsiyaviy sud hattoki prezidentning vakolatlariga masalan qandaydir ma'noda anaqa qilish, taqiq qo'yish huquqiga ham ega-da. To'g'rimi? Oliy Majlis ham uni masalan Oliy Majlis 3 marta ketma-ket bitta qonunni imzolaydigan bo'lsa, prezident majbur o'sha qonunni imzolab berishga. Lekin bularda unaqa narsa yo'q-da. Tushunyapsizmi? Yetib kelyaptimi? Xo'p, xuddi shunaqa. Monarxiyaning turlari, demak, mutlaq monarxiya, oti bilan mutlaq monarxiya, ya'ni hech kim bilan bo'lishmaydi. Hech kim bilan bo'lishmaydi hokimiyati, hech kimga hisob bermaydi. Hamma narsa o'zining qo'lida bo'ladi. Bu qanaqa monarxiya bo'lar ekan? Mutlaq monarxiya. O'sha Saudiya Arabistoni ham adashmasam mutlaq monarxiya. Keyingisi cheklangan monarxiya. Ma'lum bir hokimiyat idoralari bilan cheklangan. Masalan, Buyuk Britaniyani misol keltirishimiz mumkin, Daniyani misol keltirishimiz mumkin. Masalan, Daniyada qirol boshqaradi uni ham, hukmdor boshqaradi. Lekin hokimiyati konstitutsiya bilan nima qilingan ekan? Cheklab qo'ygan. Daniya qiroli mana shuga haqli, mana narsaga haqli emas. Tushunyapsizlarmi? Buyuk Britaniyada konstitutsiya bilan emas, parlament bilan cheklab qo'yilgan. Ya'ni parlamentga ko'proq vakolat berilgan, qirolga kamroq vakolat berilgan. Buyuk Britaniyaning yaqinda qirolichasi o'ldi-yu, hozir boshqa qirol boshqaryapti, to'g'rimi? Georgmi, nima deysizmi? Xullas-da, men bilmayman, noto'g'ri aytib qo'ymay. Xo'p, Buyuk Britaniya nima orqali cheklangan ekan? Qirol hokimiyati parlament orqali. Daniya nima orqali cheklangan ekan? Konstitutsiya orqali. Mana bunda kim cheklagan ekan? Hech kim cheklanmagan, chunki u cheklanmagan monarxiya, mutlaq monarxiya. Keyingisi teokratik monarxiya, keyingisi noan'anaviy monarxiya. Teokratik monarxiya biron bir dinga bog'liq bo'ladi-da. Diniy rasm rusumdagi bir monarxiya bo'ladi. Qo'him boshqarishi mumkin yoki u yerdagi bir o'sha masalan nimaga diniy vakilga ko'proq vakolatlar berilgan bo'lishi mumkin. Masalan, unaqa davlatlar ham bor, hozir pastda o'tamiz. Noan'anaviy monarxiyada o'zi monarx boshqaradi, qirol boshqaradi. Qirollar oilasidan bo'ladi, lekin u ham saylov asosida bo'ladi. Masalan, Malayziyada adashmasam, xuddi shunaqa boshqariladi. Malayziyada qirollar oilasi, endi qirolning oilasi tiqilyapti. Tasavvur qiling, 10 tadan xotini bo'lsa, hatto 3 tadan tug'ib bergan bo'lsa ham nechta bo'ladi? 30 ta farzand bo'ladimi? Har bittasi yana 2 tadan farzand ko'rgan bo'lsa, 60 ta. Turib ketadi, juda ko'payib ketadi-da. Tasavvur qiling, o'sha valiahd shahzodalar yo'q, ularda valiahd tayinlanmaydi. Bir 15 tacha nima bo'ladi? Nomzod bo'ladi, qaysi bir zo'r bo'lsa, qaysi bir o'qimishli bo'lsa, xalq o'zi biladi. Mana shu qirol bo'lsa dedi, biz gullab yashaymiz deydi. Keyin saylov bo'ladi. O'sha saylovda siz nima qilishingiz kerak unga? Ovoz berishingiz kerak. U ham lekin sharti bor-da, qirol oilasidan bo'lish kerak. Siz chiqib, men o'zimni nomzodimni saylovga qo'yaman, men qirol bo'laman deya olmaysiz-da. Tushundingizmi? Xo'p, bu qanaqa monarxiya bo'lar ekan? Noan'anaviy monarxiya bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi. Bunda diniy vakilga ko'proq vakolatlar beriladi. Bunda qirollar saylov asosida nomzod qo'yiladi, xalq tomonidan saylanadi. Bunda ma'lum bir hokimiyat idoralari bilan yoki qonunlar bilan hokimiyat cheklangan bo'ladi. Bunda absolyutni cheklanmagan bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, mutlaq monarxiyaga masalan Qatarni misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. Ummon sultonligini misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. Demak, Oman sultonligi Qatar, demak, mutlaq monarxiya tarkibidagi davlatlar hisoblanar ekan. Cheklangan monarxiya esa masalan Daniya hamda Norvegiyani misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. Chunki cheklangan monarxiyadagi Daniya hamda Norvegiyada nima bilan cheklanadi dedim? Hokimiyat konstitutsiya bilan cheklanadi. Buyuk Britaniyada parlament bilan cheklangan. Xo'p, teokratik monarxiyada Vatikanni misol qilib keltirishimiz mumkin. Masalan, Vatikan alohida davlat, teokratikka misol, Vatikan alohida davlat, lekin uni prezident ham, monarx ham, hukmdor ham boshqarmaydi. Uni o'sha cherkov boshlig'i, xristian cherkovining boshlig'i boshqaradi. Demak, bu qanaqa monarxiya bo'lar ekan? Teokratik monarxiya bo'lar ekan. Xo'p, noan'anaviy monarxiyada masalan Malayziya qiroli necha yilga saylanar ekan? 5 yilga saylanar ekan. Kim tushunmadi shunga? Endi o'qisangiz yanada nima qilasiz-da, tushunsangiz bo'ldi.